Avtomobilda ish bilan biror joyga to'xtasangiz, kalitni aslo salonda qoldirmang. Aks holda qaytib chiqqach, avtomobilingiz qoldirilgan joyingizda bo'lmasligi ham mumkin. Qashqadaryoda fuqaro sal qolsa bir deganda avtomashinasidan ayrilay deydi. Muxbirimiz holatni batafsil tushuntirib beradi. Joriy yilning 12-oktyabr kuni Yakkabog' tumanida fuqaro Tursunov Shahzod Nexia 2 rusumli avtomobilida choyxonaga keladi va mashina eshigini yopmasdan, kalitini esa salonda qoldirgan holda ichkariga kirib ketadi. Biroz vaqt o'tgach tashqariga chiqqanida avtomashinasi o'z joyida yo'qligini ko'radi. Fuqaro darhol 102 orqali ichki ishlar organlariga murojaat qiladi. Voqea joyiga tezkor tergov guruhi yetib kelib, butun hudud bo'ylab to'sib ushlash rejimi e'lon qilinadi. Qisqa vaqt ichida olib borilgan tezkor qidiruv ishlari o'z samarasini berib, o'g'irlangan avtomobil shu kunning o'zida Ko'kdala tumani Navro'z mahallasi hududida harakatlanayotgani aniqlanadi va ichki ishlar xodimlari tomonidan to'xtatilib ushlanadi. Olib borilgan surishtiruvlar natijasida hodisa bo'yicha fuqaro Botirov Ulug'bek Nosirovich gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. Muhriddin Jalolov, Yorqin Bobonazarov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.